Hammaga salom qizlar. Bugun sizlar bilan yana mani kanalimga xush kelibsizlar. Bugungi videoda sizlar bilan ko'pchilik emas, bir ikkita qizlar mendan so'ragan kosmetikaga obzor oling deb so'ragan videoni chiqarmoqchiman. Chunki bilmadim, просто hozir oyog'imga qoldi. Eslagan hozir sizlarga kosmetikalarimni ko'rsataman, qanday kosmetikalar ishlatishimni. Bu videodan jazor umid kutmanglar, chunki meni kosmetikalarim bir oddiy kosmetikalar bo'lsa, o'shaning uchun ham просто o'zim ishlatadigan kosmetikalarni sizlarga ko'rsataman. Unda videoni boshladik. Birinchi bo'lib men shunaqa savatchaga mana shunaqa yuzim uchun ishlatadigan produktlarimni sotib oldim. Hozir sizga buni birin-ketin ko'rsataman. Birinchi bo'lib turib yuzimga uxudli narsalarni ko'rsatmoqchiman. Birinchi o'rinda mana yuzimni ham namlantirib beradi, ham yumshatib beradigan shunaqa losyonni ko'rsataman. Buni hidi prям menga juda ham yoqadi. Anchadan beri ishlatyapman, ichida juda ham kam qoldi, adashmasam. Mana shuni ishlatyapman. Yuzimga losyon sifatida, bu losyon emas bu. Bu tonik ekan. Mana shuni losyonni ishlatyapman qizlar. Mana qizlar buni losyoni, mana shu losyonni ishlatyapman. Adashib buni qo'yman. Buni men uncha ishlatmayman. No, agar yuzimga bunaqa makiyaj juda ham ko'p qilgan bo'lsam, buni ishlatib o'chirishim mumkin, lekin ko'proq mana bu losyonni ishlataman. Menga juda ham yoqqan va ichida juda ham kam qoldi. Xudo xolisa yangi olamiz. Ungacha namlantiruvchi krem olishim kerak. Bu meni ham yuzimni namlantiradi, ham yumshatadi, ham hidi ham juda ham zo'r, makiyajga ham zo'r tayyorlab beradi. Keyingisi bizda mana shunaqa namlantiruvchi krem ishlatganman. Qizlar ko'rsanglar bo'ladi. Bu namlantiruvchi krem yana yo'limdan chiqib qolsa, обязательно sotib olaman. Qayerdadir bo'lsa agar yozib yuboringlar, qayerda sotishni, lekin menga shunaqa yoqdi mana shu krem. Bu kitayskiy krem adashmasam. Просто bu juda ham baza sifatida juda ham zo'r edi. Meni yuzimga juda ham makiyajga tayyorlab beradi. Ya'ni yaxshi makiyajga tayyorlab yuzimni namlantirib beradigan krem edi. Buni ko'p ishlatish ham shart emas ekan. Men ishlatsam cho'tka effekt berardi. O'shaning uchun tugagan buni ichida ko'rayotgan bo'lsangiz sarg'ayib qolgan, chunki buni qopqog'i ochiq bo'lib ko'p vaqt qolib ketganda, o'shaning uchun shunaqa bo'lib qolgan. Atak menga juda ham yoqadi. Keyingi produktga o'tamiz. Mendan qizlar so'radinglar, ugriga qizadigan kremimizning nomi nima deb so'radinglar. Menda bundan ikkita bor, qaranglar. Men bularni boshqa joyda olib qo'yganim uchun nomlarini ko'ryapsizlar, ikki xil. Lekin men buni emas, anchadan beri faqat buni ishlatyapman. Ko'rsanglar bo'ladi nomini. Uzun marketdan olsanglar bo'ladi. Men uzun marketdan olganman, bir 30 mingga yaqin atrofda turadi. Ko'rsanglar bo'ladi. Buni boshqa joyda olganim, atak ikkalasini effekti bir xil, menga effekti ikkalasini ham effekti yoqdi va ikkalasini ham ishlatyapman hozirgi paytda. Mana shunaqa qizlar. Uzun marketdan olsanglar bo'ladi. Keyingisi shunaqa ko'z krem. Men ko'z kremni men bu yerga qo'yib qo'yaman. Uzun marketdan ishlatardim, rolikli. O'sha ko'z kremni ikkitasini men ishlatib tugatganman, 2 marta sotib olib tugatganman. Uni hali menda olishga vaqtim bo'lgani yo'q, pulim bo'lgani yo'q. O'shaning uchun mana shu nabornikidan ishlatyapman hozircha. Bu ham уже tugab qoldi qizlar. Yaxshi namlantirib beradi ko'z atrofini. Keyingisi уже biz tonalkalarga o'tdik. Tonalkalardan menda bilasizlar har doim ishlatadigan o'sha BB kremlarim, ikkita bilan sizga farqini ko'rsatib beraman. Просто eskisini ham saqlab qo'yganman. Nimagadir kerak bo'lib qolar. Qizlar, mana shunaqa ikkita BB kremim bor. Shunaqa tonalkam bor. Emilydan. Qaranglar, bu ham yaxshi tonalka. Qishda meni yuzimga juda ham zo'r tushgan. Просто hozir yozda men buni ishlatmayman, chunki yuzimda juda ham og'ir narsa his qilaman deb buni ishlatsam. O'shaning uchun ham yozda menga bu emas, ko'proq BB kremni ishlatish qulayroq. Tushib ketdi. Mayli. Keyingi sabab bizda oxirgi yuz uchun produkt shunaqa SPF. Men buni yaqinda oldim va buni ham menga juda ham yoqdi. Juda ham yuzga yengil va yumshoq ekan. Juda qimmat emas, menga yoqdi. Shunaqa SPF. Все qizlar, bizani yuz uchun produktlarimizni tugadi. Ko'rsataman. Menda 4 ta tem bor. Hozir sizga bularni birin-ketin ko'rsataman. Birinchisi menda shunaqa nude tenim. Bu tenni men bir paytlar juda ham mashhur bo'lib ketganda, ya'ni juda ham hamma joyda trendga aylanganda o'sha paytda olganman va buning juda toza ham emas, buni ko'rsanglar bo'ladi. Bu ranglari tugagan, ya'ni men o'sha bu ranglarni juda ham yaxshi ko'rib ishlatganman va mana bu yaltiroqlarni ham ko'rayotgan bo'lsanglar, juda ham yaxshi ko'rib ishlatganman. Mana bu ranglardan o'sha qolmagan, chunki men juda ham yaxshi ko'rib ishlatganman. Vaqtida hozir bo'lsa bir xil paytlarda menda kayfiyat yaxshi bo'lsa, pushti ranglardan juda ham ko'p foydalangim kelmaydi. Ba'zi paytlarda juda ham jenskiy anaqa bo'lib ketsa, mana shu ranglardan foydalanaman. Uncha ko'p ishlatmayman hozir. Keyingisi bu meni onamni tenlari, ko'rayotganingizda. Bu meni tenim, bu onamni ten deb onam menga buni podarka qilishgan. Buni ichida ko'proq qora va nude ranglar bo'lgani uchun men ko'proq bunaqa ranglardan foydalanmayman. Menga podarka kelgan. O'shaning uchun buni onamga berganman. Onam chunki mana shu qora kulli ranglarda ishlatadi ko'proq. O'shaning uchun buni onamga berganman deb o'zim onamni tenlarini olib qo'yganman. Mana bu yaltiroqlar bo'lsa to'kilib tushgan o'zlari, yo'q qo'ygan sinib tushgan ko'rayotganingizda. Men bu ranglardan o'zim ishlatganman va men bu yaltiroqdan o'zim ishlatganman. Men bu yaltiroqlar o'zi to'kilib tushgan. Xuloslar shunaqa ikkita ten, bularni ikkalasini bitta sizlarga ko'rsatib yubordim. Men hozir yangi olgan shunaqa kichkina tenimni ham sizlarga ko'rsatmoqchiman. Qaranglar, buni ichida mana kundalik ishlatadigan hamma ranglarim bor. Buni hidi va surilishi menga shunaqa yoqdi qizlar. Men e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ko'p kosmetikalarni hidlab ko'raman. Nimagadir menga hidi muhimda. Buni hidi ham, surilishi ham, yaltiroqlari qanaqadir quruq emas, yog'li konsistensiya bo'lgani uchun, yog'li juda ham zo'r suriladi, yog'li bo'lgani uchun yaltiroqlari естественный bo'lib turadi. Qanaqadir bilinib qolmaydi yaltiroqligi. Menga shunisi juda ham yoqdi va shunaqa assalcha ranglari borligi juda ham yoqdi va shu tenni oldim. Buni ichida ko'proq shunaqa highlighterchalari ham bor. Shunisi ham menga yoqdi juda ham. Bu shunaqa 4 ta tenim bor. Endi sizlarga pudrani ko'rsatmoqchiman, chunki men yangi pudra oldim. Shunaqa bularni hozir men sizlarga ko'rsataman. Yangi oldim deb o'shalarni sizlarga anaqasini qo'yib beraman. Raspokovkasini hali qo'ymadim, lekin qo'yib beraman. Bu videodan oldin menimcha o'sha raspokovka chiqib bo'ladi. Agar o'chirib tashlagan bo'lsam, o'sha raspokovkani o'zim qo'yaman. Shunaqa pudra oldim. Qaranglar, bilgan bo'lsanglar, mana pudra qolmagan edi. Oldingi videolarni ko'rgan bo'lsanglar, shunaqa xuddi o'sha Emilydan yana pudra oldim. Bu ham juda qimmat emas, lekin xuddi eskiga o'xshaydi-da. Eski pudramga o'xshaydi. Birinchi va ikkinchi qavati bor. Men buni 0.2 ottenikidan oldim, lekin menga bu pudra uncha yoqmadi. Nimaga desanglar, chunki men oldin sponj emas, narsa surtadigan narsa bilan sursam, yuzimga juda ham yaxshi yotardi oldingi pudram, lekin buni o'sha qilib sursam, yuzimga juda ham ko'proq anaqa chiqib ketadi. Yuzimni qanaqadir g'alati qilib qo'yapti bu pudra. O'shaning uchun kes bilan mana bunaqa kes chiqqan bor. Mana shu kes bilan zo'rg'a men joylarga faqat oldingi yozimcha qilib surtyapman. Bu men uchun sal noqulayroq va menga uncha yoqmayapti bu bunaqaligi. Mo'sh tugashidan oldin yangi pudra olarman, lekin menga buni ko'rinishi ham yoqdi. Qaranglar, assalcha deb. Surtib qo'yganingizdan keyin bilasizlar hamma narsani usti yaltiroq, ichi qaltiroq bo'lishi ham mumkin. Keyingisi endi sizga pudrani ham ko'rsatib oldim. Endi sizga ko'zimni narsalarni ko'rsataman, ko'zga ishlatadigan narsalarimni. Bu qizlar ko'zga ishlatadigan produktlarim shu yerda. Hozir sizga mana bir maketni ko'rsataman. Menda mana bunaqa
tush va podvodkalardan ikkitadan bor. Chunki men yaqinda yangi oldim bulardan. Qolmaganda tushim ham podvodkam ham уже qurib qolgan, lekin bitta no tarafi qaranglar. Bu ikkalasini bundoq qilib skoch bilan yopishtirib qo'yishganda, o'shaning uchun shunaqa bo'lib g'alati bo'lib qolgan ustlari, chang bo'lib hozir menda. Va men buni ochayotganda nima qildim bilasizlarmi? Men bunaqa ichidagi shiqirlog'ini tushib qo'ydim. Qaranglar, shiqirlaydi, bu shiqirlamaydi. Ichida bunaqa shiqirlaydigan bo'lmasa, podvodkalar tez qurib qoladi. O'shaning uchun iloji boricha ichida shunaqasidan borini olinglar, sizga ko'p ketadi. Endi buni tushirib qo'ydim, bilmayman endi bu qachon qurib qoladi, lekin qurib qolgandan keyin yangisini olaman, может bunaqasini olmasdan boshqa, lekin tushiga gap yo'q. Tushi juda ham suyuq bo'lishiga qaramasdan, ko'zi juda ham kiprikni juda ham koreyskiy effekt berib ko'tarib beradi. Shunisi menga juda ham yoqadi va o'shaning uchun tushlarini yaxshi ko'raman va ishlataman. Podvodkalar ham shunaqa ikkitadan bor hammasi. Endi keyingisiga o'tamiz. Menda shunaqa konsiler bor. Bu konsilerni ham men anchadan beri ishlataman. Men bu tonalkani olgan vaqtimda bir qish paytida olganman-da, shu tonalkani. O'sha paytda olganman va hozir uncha-muncha ishlatmayman, chunki BB krem tagidan konsiler shart emas, lekin bu konsiler ham menga yoqdi. Qimmat bo'lishiga qaramasdan, arzon bo'lishiga qaramasdan ishini juda ham zo'r bajarib beradi. Va shunaqa konsiler. Keyingisi bizda shunaqa onajonimni tushi. Bu tushni onam o'zi yaqinda oluvdilar febrlikdan, lekin menga yoqib qolgani uchun buni ko'pincha olib o'zim ishlatib yurganimga hozir so'ramay ham qo'ydilar. O'zlarida mana shuni eskisi bor, o'shani ishlatyaptilar. Buni qaytarib berishim kerak, chunki o'zimda tushim bor endi, yangi tush olganim uchun. No, buni uncha ishlatmayman. Ko'zimga tagini qora qilib qo'ygani uchun buni uncha ishlatmayman. No, yaxshi tush. Shakinga arziydi, juda ham zo'r ko'tarib beradi bu ham kiprikni. Keyingisi bizda qalamlar qoldi. Shunaqa 3 ta qalamim bor ekan. Men o'zi ko'zga qalam ishlatish uncha yaxshi ko'rmayman. Bir xil paytda mana makiyajlarimga kelib qolsa, o'shaning uchun ham men bu 2 ta qalamni onamdan olganman. Bu qalamlarni onam ishlatmaydi, o'shaning uchun olganman. Qaranglar, shunaqa qalam qora, ko'zga qalam, bu ham ko'zga qalam bo'lsa kerak. Buni просто shotochkasi bo'lgani uchun bir xil makiyajlarimga qo'shib qo'ysam, mana shu shotochka kerak bo'ladi, o'shaning uchun olganman. Kichkinagina qalamchi. Bizda oxirgisi shunaqa oq qalam Kikodan. Bu qalamni bir arzonga olganman, lekin juda ham yaxshi, sifatli qalam, yog'li. Hozir chizib ko'rsataman buni. Ko'zinglarni tagiga shunaqa qilib oq qalam bilan chizsanglar, ko'zinglarni yana ham kattaroq ko'rsatadi. O'shaning uchun olganman. Buni anchadan beri ishlatmagandim, bilmayman. Просто hozir kosmetikalarimga obzor qilmoqchi bo'lganimda ko'rib qoldim va buni ham qo'shib yubordim. Shunaqa qalamim bor. Bot qizlar shunaqa qilib shunaqa qilib mana ko'zga produktlarim tugadi. Endi bo'lsa keyingisiga o'tamiz. Keyingisi va bizda oxirgi produktlar bu labga produktlar bilan ham hozirga ko'rsataman maketdan. Birinchi bo'lib turib labimga balzamlarni qo'shmoqchiman. Shunaqa balzam ishlatganman deb buni hidi prям jivachkaga o'xshaydi. Ichida qolmagan, lekin men buni saqlab qo'yaman. Chunki buni hidi menga juda ham yoqadi qizlar. Oh my god, qaysidir jivachkaga o'xshaydi deb buni hidi. Jivachka nima farqi bor? Xullas, shunaqa jivachkani hidi keladi. Tam ham вообще zo'r. Labiga surgandan keyin bilmasam yalaveradi ku qizlar. O'shanda вообще menga yoqardi. No, arzon. O'sha qayerdadir ko'rib qolsam yana olaman, xudo xolasa deb saqlab qo'yganman. Bu ham juda ham yoqadi menga balzam. Keyingisi shunaqa bo'lchali hamma ishlatib ko'rgan bunaqa balzamni, menimcha blesk emas, no balzam. Ichida bo'lchasi bor. Shunaqa bu meni onamniki, meniki emas, lekin menga berib yuborganlar, chunki men onamga mana bu balzamimni berganman. Qizlar, bularning ikkalasi ham bir xil rang qilib qo'yadi, ya'ni labni pushti qilib qo'yadi. Men bo'lsa ozgincha qorachiroqdan kelganim uchun, mulatga bo'lganim uchun menga pushti rangli pomadalar uncha yarashmaydi. O'shaning uchun buni ishlatmayman, просто takka saqlab qo'yganman. No, bitta blogerda ko'rdim, shu ichidagi gulchasini olib ko'rganda, kesib pomadani gulchasini olib ko'rgan, может bizdan bir kun qilib ko'ramiz. Nima deb o'ylaysiz? Qiziqmi sizlarga? Ichidan lekin haqiqiy gul chiqargan, sun'iy gul emas. No, вот shunaqa blesk va boya aytganimdek o'zimga shunaqa blesk olganman buni. Bu ham labni pushti qilib qo'yadi, lekin mana labim juda ham tez qurib qolgani uchun shunaqa blesklarni ba'zi paytlarda ishlataman kechqurun. Shunda baribir ko'chaga chiqmayman, labim pushti bo'lsa ham kim bilib o'tiribdi, просто men labim yaxshilab namlantirib, ya'ni qurib qolgani uchun mana shularni surib yotaman va labim yaxshi qilib qo'yadi. O'shaning uchun buni hidi ham juda ham shirin, menga juda yoqadi. Lekin men buni hidi sassiq, o'shaning uchun ham ishlatmayman buni, umuman ishlatmayman. Hidi sassiq juda ham, ammo buni hidi bo'lsa prям shirin. Men buni labimga surganimdan juda ham afsuslandim qizlar, artib tashladim, ular qo'ymayman ketdi. Bir marta ishlatib ko'rdim. Hech naqa blesk. Buni ham naqa qimmatga olmaganman, no, nima bo'ladi, pulga arziydi menimcha. Keyingisi shunaqa pomada deydimi, plampiri bor ichida, ya'ni labilarni achittiradi, labilarni achittiradi ozgincha va labilarga qanaqadir botoks effektini beradi. Shunaqa menda plampirli blesk bor edi. Blesk emas, shu pomada xullas. Shunaqa bor edi va men bunga ichiga o'zim rang qo'shganman, qaysidir pomadamdan rang qo'shganman va shunaqa rang hosil bo'lgan menda. Buni kesishkasi ham menga yoqadi. Просто takka saqlab qo'yganman, bilmayman nimaga, lekin ichida ham uncha qolmagan, ko'rayotgan bo'lsanglar. No, menga yoqqani uchun, rangi ham yoqadi, qanaqadir o'zi ham yoqadi, o'shaning uchun saqlab qo'yganman. Idishi ham juda ham chiroyli. Endi bo'lsa, ko'rayotganingizdek men tugagan produktlar ko'proq просто saqlab qo'yganman. Hali ham bu, ya'ni tashlab yuborganlarim bor, ancha aginasini tashlab yuborganman bularning ichidan. Ya'ni qolmagan nima qilaman, saqlab o'tirib deganman, tashlab yuborganman. Ko'piga achinganimdan tashlamaganman. Shunaqa pomada, men ko'pincha pomada ishlatmayman, bilasizlar, videolarimni ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Men umuman pomada ishlatishni yomon ko'raman, lekin menda labki produktlarim ko'proq. No, bularni ham qayerlardan kelib qolgan, o'zim qo'limga olmaganman, ko'pini olgan bo'lsam ham rangimga tushmagan uchun ishlatmayman shunaqa produktlar. Buni ham ichida qolmagan shunaqa pomada, nude, bu ham menga yoqadi. Shunaqa rang. Keyingisi bizdan shunaqa pomada. Buni ko'pincha men videolarimda rumyana sifatida ishlataman. O'sha videolarda rumyana sifatida ishlatganim uchun ko'rgan bo'lsangiz kerak. Atak bu ham pomada, просто menga buni rangi salgina labimga to'g'ri kelmaydi, salgina emas, anchagina labimga to'g'ri kelmaydi. No, rumyana sifatida ishlatish buni juda ham zo'r. Ya'ni meni rangimga juda ham mos tushadi va menga yoqadi buni rumyana sifatida ishlatish. O'shaning uchun ham buni ko'proq rumyana sifatida ishlataman, lekin menda rumyanalar yo'q, konturinglarim ham yo'q ya'ni yuzimga. O'shaning uchun buni rumyana sifatida ishlataman. Atak bunga ham menga yoqadi. No, arzonga olganman buni ham. Marka olmaganman. Keyingisi shunaqa bizda blesk. Menda Kikodan ham bleskim bor edi. No, qaysidir sumkamda yoki qaysidir joyda yotibdi. Men topolmadim. O'shaning uchun shunaqa blesk, bu ham road emas, Rhodi. Qizlar road emas bu ham. Lekin bir nasib qilib qolar bizga ham roaddan ishlatish. No, hozircha shu. Buni rangini ko'rsanglar bo'ladi va buni hidi ham juda ham shirin, lekin labga juda ham yopishadi va pilish qiladi. Men shuning uchun ham ko'pincha balzam Men shuning uchun ko'pincha blesk ishlatgandan ko'ra ko'proq mana bunaqa balzamlarni ishlatishni yaxshi ko'raman, chunki blesklarni ishlatsangiz sochinglar yopishadi, balki yaxshisini ishlatmasanglar, balzamlarga bo'lsa soch yopishmaydi. Shunisi menga juda ham yoqadi va ko'pincha blesk ishlatgandan ko'ra balzamni shunday surib ketishni yaxshi ko'raman.
Вот qiziq shunaqa bilyapsiz. Buni rangi ham normalniy просто menga anaqasi shunaqa bilich bo'lib, labimga yopishib qolishi ham yoqmaydi. Va bizda oxirgi narsalar bu shunaqa qalamlar. Menda o'zi qalamlar ko'p emas, chunki men ikkita narsa tanlashni bilmayman kosmetikalardan. Birinchisi SPF, ikkinchisi labga qalamlar. Ya'ni SPF larni ham men tanlashni bilmayman. Yuzimga qanaqa tushadi, qanaqasi oson bo'ladi, qanaqasi yaxshi. Xullas o'sha bilan keyin labimga qalam tanlashni bilmayman. Har doim o'zimga rangimga tushmaydigan qalamlarni ko'pincha olib qo'yaman va o'shandan keyin men tushunganman, просто men qalam surishni yomon ko'raman. Может, o'shaning uchun ham просто olgim kelmas qalamlarni. Xullas bularning ichida bor. Keyin men bitta narsani yomon ko'raman, ya'ni ruchka bo'ladimi, qalam bo'ladimi, qopqoqsiz turishi. Chunki meni hamma ko'rayotgan bo'lsanglar, qalamlarimda qopqoqlari bor va men qopqoqsiz narsalarni yomon ko'raman va menda shunaqa qopqoqsiz ikkita qalam bor. Bularni uchun ham просто anchadan beri ishlatmayman, просто kosmetikada turadi. Bularni uchini archilab, qopqoq topib yopib qo'yishim kerak, keyin ishlatsam bo'ladi. Chunki bu yerda qancha mikrob bo'lishi mumkin, labimga shuni surib ketmayman-ku. Shuning uchun ham buni archilab, keyin birorta qopqoq topib yopib qo'yishim kerak, ishlatsam bo'ladi. Bularning rangi menga yoqadi. Ko'proq bunisini rangi menga yoqadi va o'zimning rangimga tushadi. Qizlar ikkalasini bitta joyda olganman va bularni ham uncha qimmatga olmaganman, arzonroq olganman. Bizda shunaqa 3 ta qalam, katta-katta. Bularni ham xosligi ko'rsataman. Buni ancha oldin olganman. Mana shu Kiko blesk bilan birga olganman adashmasam. Mana shu qalami, Kikoning qalami, mana bu qalami va blesk bilan birga olganman. Bularni hammasini xosligiga ko'rsataman rangini buni. Buni rangi juda ham och, meni rangimga o'shaning uchun buni ham ishlatmayman. Anchadan beri просто turadi kosmetik olmayman nimaga. Sotib olaman, ishlatmayman. Bu ikkalasi ko'proq mana oxirgi paytlarda videolarimda ko'ryapsizlar, chunki bo'layotgan edi, men labimga uncha narsa ishlatmayman va bularni ko'proq ishlataman. Buni rangi menga yoqmaydi va rangimga tushmaydi. Qo'yotgan edi, pushti bo'lgani uchun, ammo buni rangi bo'lsa sal to'qroq jigarrang, buni ham archilash kerak ekan. To'qroq jigarrang bo'lgani uchun menga ham pomada, ham yog'li bo'lgani uchun ham pomada, ham qalam sifatida yoqadi menga. Ikkalasini o'rnida ishlatsam ham bo'ladi. Вот, xullas shunaqa qalam, buni rangi ham yoqadi Flormardan. Вот, qizlar shunaqa qilib mana kosmetikalarga obzorim tugadi. Hozirga hammasini solib ko'rsataman endi. Вот, qizlar mana shuncha kosmetika bor ekan, ko'rayotgan edinglar. Shuncha kosmetika yig'ib qo'yibman. Bularning ichida menga yoqadigani ham bor, yoqmaydigani ham bor. No, hammasi men uchun qadrli, chunki baribir hammasini pulimga sotib olganman. Va shuncha kosmetika bular arzon bo'lsa ham menga yoqadi. No, nasib qilib qolar, menga ham qimmat kosmetikalardan ishlatish bir kun, nasib qilib qoladi degan umiddaman va shuncha kosmetikani men baribir hammasini yaxshi ko'raman, arzon bo'lsa ham. No, shunaqa qilib qizlar, bu videomizni o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rganingiz uchun rahmat. Videoga like bosib, menga buni qo'yish esingizdan chiqmasin va video sizlarga yoqqan bo'lsa, обязательно kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Hammalarni yaxshi ko'raman. Yana nima demoqchi edim, esimdan chiqib qoldi. No, mayli. Hammaga poka-poka.